We Master Trade. Hello everyone and welcome back to We Master Trade's interview payout series. Today let's listen to a trader from Uzbekistan as he shares his journey and the process behind receiving his second payout from We Master Trade. As usual, Shoru will be joining me to support this conversation. So let's get started, Shoru. Assalomu alaykum, ismim Shohrux. Vmaster Trade kompaniyasida mijozlarni qo'llab-quvvatlash O'zbekistondagi bo'lim rahbariman. Sizni qilgan ikkinchi payoutingiz bo'yicha qisqacha savollarim bor edi. Oldin yana bir marta tanishib olsak. Assalomu alaykum akajon, ismim Miron Shoh. Shu Vmaster Trade bilan ishlab, mana Xudoga shukr ikkinchi payoutga ham request qildik. That's great to hear. Brother Miron Shah, after receiving your last payout, what has changed in your experience with the company? And also, if there is one thing you would like the company to improve, please feel free to share your feedback with us. Juda ham yaxshi. Miron Shoh aka, o'tgan safargi payoutdan keyin nimalar o'zgardi kompaniyada? Biror bir shikoyat arizalaringiz bo'lsa, oldindan aytib o'tsangiz. Yo'q, men hech qanaqa hozircha arizam yo'q. Bu safar men taklif bermoqchi edim, lekin esimdan chiqib qoldi C-Trade ni launch qilish. Lekin o'sha ikkinchi payoutgacha C-Trade o'sha ofitsialni bildirdi. Now, for our clients who may not know much about your background yet, could you share, how long you have been actively involved in trading? Endi bilmagan mijozlarimiz uchun sizni kuzatib turgan yana bir background, ya'ni tajribangizga to'xtalib o'tsak, faol ravishda trading bilan qanchadan buyon shug'ullanib kelasiz? Tradingda shu 2021-yildan beri, 2021-yildan beri shu shug'ullanib kelaman. 5 Covid'dan yildan keyin. beri. Da. 5 yildan beri shug'ullanaman. Sounds good. Now, let's take a closer look at your trades and analysis. Could you please share your trading view or MetaTrader screen with us and walk us through some of your most recent profitable trades? It would be great if you can explain your approach so other traders can also gain useful insights from your experience. Cho'zib o'tirmasdan qilgan savdoingiz va analizlaringiz haqida gaplashsak, biz uchun TradingView yoki MetaTrader ilovasini bo'lishsangiz, biz analiz qilsak. Akajon. Sharing. Ya'ni eng so'nggi sizga juda ham katta foyda olib kelgan savdolaringizni birgalikda analiz qilsak va boshqalarga ham shu manfaatli bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Share bo'ldim ekran? Aha. Xo'p, kirdik. Xo'sh, основной eng katta profit olib kelgan oxirgi сделкалаrimni hozir sizlarga bir ko'rsatib chiqaman. Bu в основном funt yena, tilla va keyin funt USD da savdo qilgandan keyin bo'ldi. После того, как sessiyadan almashgandan keyin определенный рынокda volatilность bo'lgan edi. Bu 27 aprel kuni bo'lgan edi. Bu yerda men обычный trend line bu yerda trend line 15 minut time frame'ga kirsak, bu обычный trend line bor bu yerda. Trendoviy liniyani kelib test qilgandan keyin bu yerni kelib test qilgandan keyin probitsiya bo'lmaganidan keyin, после того, как mana bu kuchli trendoviy liniyani probitsiya qilmasdan keyin газовый накопление предыдущий highga juda ham sekin yaqinlashib kelgandan keyin, ya'niki резкий impuls bo'lmagandan keyin men bu yerga buy kirishga qaror qildim. Take profitimni shuni copy qilib kanalni tepasiga qo'yishga qaror qildim. Va obishni kanalni tepadan отбойный struktura bu instrument yaxshi ko'radi. Take profitimni xuddi shu tepada mana shu yerda yopishga qildim. Take profitdan qilganimdan keyin
mana yana bayga struktura yana qidirishni boshladim, потому что liniyadan qaytib kelgandan keyin tepaga yana harakati katta bo'ldi. Men yana foydadan определенный kichik risk qilib yana bayga olmoqchi edim. Примерно mana bu yerlarda yana bitta stopim bor edi. Bay olganimdan keyin u zararda yo'qdi. Lekin в общем сложности bu bitimim plus ikkalasi nolga yoki kichkina plus bilan yopildi. Keyin esa o'sha kuni tak 27-chislo o'sha kuni man u yerda kichkina foyda qilganim uchun uncha katta foyda emas, katta zarar emas. Men keyin boshqa paralarda analiz qilishni, сделка qidirishni boshladim. Вот. Bu How USD para. Bu eski analizdan. How USD parada 27-chislo marhamat. Bu yerda M5 time frame'ga o'taga. Bu yerga shunday qarasangiz agar, mana bu yerda savdo bo'lgan. Olib tanlaymiz. Tak, sessiya ochilgandan keyin, amerikanskiy sessiya yopilgandan keyin, aziatskiy sessiya ochilgandan keyin, после того katta volatilliklar bizda duch keladi. Shunga men birinchi askokni qanday selga man ishladim. Tak, после того как gap bilan ochilgandan keyin 1.60-1.8dan pastga yopilgandan keyin men Fibonacci'da Fibonacci 1.68-1.8dan pastga ochilgandan keyin men уже отбойный strategiya qidirishni boshladim. Bu yerda juda ham qiziq savol paydo bo'ladi. Take profit qachongacha, qayergacha? Chunki shunaqa ideologiya endi bozorda bor, endi gap bilan ochilsa, gapni yopishga harakat qiladi edi. Скорее всего, juda ham tez vaqtda. Shunda men Fibonacci 261.8 ga take profitimni oldim, qo'ydim. Tak. Take profitimni qo'ydim. Bu yerda kichkina time frame bilan M1 bilan ko'rsatsam agar 30 число. Mana bu yerda точно ana u bu yerda keyin yana bitta подтверждение mana bu trendiy liniya probitsiyadan keyin уже свободно yana yanadan chiqsa bo'ladi-da, trade'dan chiqsa bo'ladi-da. И подтверждение то, что эта линия действительно, mana bu liniya 261.8 bu haqiqatan ham ana bu просто shunga kelib take profitni urdi emas-da, уже bu yerda накопление bor, определенный trendiy liniya tepaga ketyapti, buni работать, уже вероятность save qilish kerak, по-любому. Вот, keyingi anavim katta, bu ham tillada edi. Bu ham tillada edi, u keyin 30-chislo, 30-chisloda. 30-aprel kuni bo'ldi. 30-aprel kuni. Men bu yerda anavi qilib qo'ydim. Belgilab qo'ydim. Tak, mana bu yerda qarasangiz mana bu yerga qarasangiz agar 30-aprelda men bir nechta сделка qilganman. Bu yerda men bir nechta сделка qilganman. Ba'zilari uni plusda, minusda yopilgan, plusga kelgandan oldin, ba'zilari esa keyin uni recover qilish maqsadida uni re-entry qilganman. Tak. Mana bu yerda qarasangiz agar men ochgan anavi qizil liniyada. Tak. Bu yerda bitta trendiy liniya qilsak agar, bizda bitta trendiy liniya bor edi. Trendiy liniyani 50%dan atskok bo'lganida, примерно mana shu yerda 50% atskok bo'lganida
И plus bu yerda предыдущий highlar bilan lowlarni aniqlasak, Fibonacci 161.8 ga to'g'ri kelib qoladi. Mana shu yerdan birinchi bayimni harakat qildim. Потому что 161.8 dan tepaga yopilgan edi. И potentially 50% trendli liniyani retest qilgani uchun juda past xoda bo'ladi. Men bayga kirdim. Все-таки mana stop loss'imni oldi. Birinchi сделка. Ikkinchi сделка ham сразу stop loss'imni oldi. Keyin uchinchi сделкада trendli liniya. Men judayam bu yerda yaxshi сделкаga kirganimning sababi men bu yerdan tepadan kirganim yo'q yoki mana bu yerlarda stopni oldim. Absolutно. Mana bu yerlarda stopni oldim. Men pastidan kirganimning sababi men примерно mana bu yerlardan kirdimda savdoga mana bu yerlardan. Nimaga bunaqa shu trendli liniyani klonini olsak agar tepadan olib klonini pastga merge qilsak agar bu yerda patologik poli anavi bo'ladi. Patologik poli образоваться qiladi. Kanalda pastki qismda kelib retest qilganidan keyin mana shu yerdan отскок bo'lgandan keyin mana bu yerda ideal moment bo'ldi menga bayga. И take profit, соответственно, 50% probitiydan keyin 50%. Ya'ni mana bu yerlarda men execute qilganman, mana bu yerlarda chiqqanman. Bu trenddan 50%ga. Mana shu yerdan qarasangiz, yana накопление, yana ular sodir bo'ladi. Xuddi shunaqa strategiya uncha zo'r bo'lmasa ham, определенный klassический trading bilan shug'ullanamiz. And I can see that some of your main trades were opened with a relatively large lot size. Your account size is quite significant, but the position size is also quite large. Could you share how you manage risk in this situation and how you stay comfortable when trading with bigger lot volumes? Keyin sizda asosiy savdolaringizda lotlar hajmi juda ham katta ochilgan. Siz bunga qanday qaraysiz? Hisobingiz haqiqatan ham katta hisob, lekin shunga nisbatan lotlar hajmi ham katta. Riskni qanday boshqarasiz? Riskni per trade risk bilan qilaman. В основном в зависимости от meni stop loss'im. Допустим, mana shu yerda kirganim, men stop loss'imni o'lchadim necha punkt, допустим. Stop loss'imni o'lchadim, men necha punkt 37 da edi stop loss'im adashmasam, mana shu yerda edi. Sizga ko'rsataman. Mana shu yerdan entry qilgan bo'lsam, stop loss'im mana shu yerda edi. 100 punktdan ham kam. Shuning uchun menda предыдущий сделкаларdan прибыль bo'lgani uchun и точная struktura analiz вероятности katta bo'lgani uchun, tasdiq ko'pligi uchun bu yerda stop loss bilan range'ni o'rtasini hisoblab, diapazonni hisoblab, o'shanga qarab lot ochishgan edi. Demak, xotirjam kirgansizda, ishonch bilan. Da. Chunki men bundan oldin ikkita stop oldim-ku, bundan keyin ikkita stop oldim. И menda вероятность katta bo'ldi bu yerda отскок olish uchun. Chunki bundan oldin stop loss'ni oldim, lekin bu yerda probitiy bo'lmadi. Bu yerda poldan keyin сразу probitiy bo'lgandan keyin уже men ushlab turdim-da buni. И ko'p paytlari birga bir ishlasa, masalan 100 punkt stop loss, birga 3 соотношениеga stop loss take profit ko'p paytda qo'yaman. Birga bir ishlagan paytda stop loss'ni bezubitishga qo'yaman ba'zi vaqt. Hozir yana bitta strategiyaning ustida ishlayapman. U в основном valyutniy parada bo'ladi, xudo xohlasa. Birga bir yurgandan keyin yarmini yopib, yarmini stop loss'da. Bezubitga. Hozir bunisi birga bir yurgandan keyin bezubitga ko'pchilik paytda vaqtda. And for traders who are just starting out or those with around 6 months to 1 year of trading experience, your insights could be very valuable. Could you share a little about your strategy and explain how you analyze the current trade as well as the overall market situation? Endi yangi tradingga kirib kelayotganlar yoki 6 oy, 1 yil tajribasi borlarga ham ozgina strategiyangizni ulashsangiz, manfaatli bo'lishi uchun.
Misol uchun Strategiya hozirgi savdoni analiz qilib, hozirgi bozorni. Misol qaysi uchun valyutniy qaysi tillada, valyutniy para? asosan tillada ishlashadi. Tillada hozir men в основном klassik paternlar bilan ishlayman. Hozir bu yerda qarasangiz agar golova sizga mana bu yerda o'zi ko'rsatsam agar golova plechi modeli mavjud bo'lgan. Mana bu yerda. Bu M15 time frame'ida. Bu ham juda ham yaxshi pattern deb hisoblayman. Hozir mana bu yerda liniya shayiga kelib qolgan. Liniya shayiga определенный mana agar olsangiz agar minimumlarni birlashtirsak agar bu yerda minimumlarni birlashtirsak agar пробитие и sell соотношениеning take profitini da bu yerda retest qilgandan keyin pробитие retest bu yerdan sell bu yerdan tarixdan olib gapiryapsan deyishingiz mumkin, lekin strategiyangizni so'raganingiz uchun ko'rsatyapman. Bu yerda take profitini qayerda qo'yaman? Men o'zim в основном mana shu diapazonni o'lchayman. Buni anavsi qancha? 600 punkt. 600 punktdan mana shu yergacha уже примерно bizada take profit bo'ladi. Mana shu yerdan take profit bo'ladi. Hozir данный момент hali amerikanskiy sessiya vaqtini sal anavda amerikanskiy sessiya ochiladi. Amerikanskiy sessiya ochiladi. Endi ko'ramiz. Bugun dushanba amerikanskiy sessiya ochilishiga предыдущий highni пробитие qiladi deb o'ylayman. Takar tepada gap bor. Kichkina time frame'ga kirib ko'rsak agar определенный trendiy liniyalarni mana bu yerda уже пробитие qilib kelyapti. Ko'rsangiz agar определенный trendiy liniyani пробитие qilib tepaga harakat qilyapti. Londonskiy sessiyani highni olish taxminim bor o'zi amerikanskiy sessiyada. That's great. Now you can close TradingView. Let's move a little deeper into risk management and trading psychology. Could you share how you decide the appropriate lot size or position size for a trader? For example, what helps you determine whether to open 2 lots, 4 lots, or another volume? Judayam yaxshi. TradingView yoki TradingViewni yopishingiz mumkin. Endigi savol-javoblarimiz risk va psixologiyaga ozgincha to'xtalib o'tsak. Savdoda to'g'ri lot yoki pozitsiya hajmini qanday aniqlaysiz? Aynan o'sha 2 lot bilanmi yoki 4 lot bilanmi? Bu зависимости от stop-lotni anavisidan, diapazondan. Agar diapazon katta bo'lsa agar, lot соответственно kichkina bo'ladi. Agar diapazon manga удобный bo'lsa, lotim ham katta bo'ladi, соответственно, chunki удобный pozitsiyadan zelka ochilgan, удобный joydan и kattaroq lotda ochaman, чтобы yaxshiroq foyda ko'rish uchun. No, hammasi risk management endi man ikkita, uchta podrad minus bo'lsa agar manda уже o'sha kuni kerak bo'lsa 2 kun savdoga kirilmaydi. O'sha risk managementdan o'qisak agar. Chunki psixologik давление bo'ladi odamga. Lutchi kirmay, o'qilib, dam olib. And in your journey from the first payout to the second payout, how much did the company's trading rules support your trading process? For example, with rules such as the 2% risk limit, the 5% daily risk limit, and other risk parameters, did they help you become more disciplined in your analysis and also trade management? And how these rules influence the way you approach the market? Oxirgi birinchi payoutingizdan keyin mana shu ikkinchi payoutga kelishingizda savdo analitikingizda, bozorni to'g'ri analiz qilishingizda bizni kompaniyani qonun-qoidalari qanchalik yordam berdi? Ya'ni ancha bo'lsa ham qonun-qoidalarga moslashib oldingiz. Haligi 2% risk, kunlik 5% va paralarda risklarimiz bor. Shular qanchalik yordam beryapti sizga?
Man u safar ham buni ta'kidlab o'tdim. Toshto 2% per trade risk, keyin endi 5% daily drawdown, 5% maksimalniy kunlik prosatka. Hamma ko'pchilik buni anavi qiladi-da. Lekin 2% per trade risk hamma joyda ham yo'q. Bu nima qiladi? Bu men o'ylayman, odamni tarbiyalaydi. O'zi xohlamagan azalga kirgan paytda ham, gambling qilayotgan paytda bu odamni ushlab turadi. Qara, seni riskingga предел keldi, sen trade qila olmaysan. Na холодный голову keyin yana trade qilishni boshlaydi. Bu juda ham yordam beradi deb o'ylayman men ularga, treyderlarga. Menga vasallam mana shunisi juda ham yoqadi. Consistency tradingni anavi qiladi, ya'niki barqarorlik 20% dan past bo'lishi kerak-ku. Masalan, bugun qilgan foydangiz eng katta qilgan общий total foydangiz eng katta qilgan foydangizdan 20% anavi bo'lishi kerak. Shu barqarorlikdan ham bitta katta foydani olib chiqib ketish emas, barqaror har kun, har hafta, har oy ishlab o'zini ustiga o'rganishga katta yordam beradi deb o'ylayman. Toshda mana shunaqa 20% sanosi bor, qoidasi bor. Ko'pchilik yangi kirib kelayotgan treyderlar bizga yozishadi. Buni iloji yo'q-ku. Ya'ni profit consistency'ni 20% dan pastga tushirishni umuman iloji yo'q. Biz aytamiz, yechirayotgan odamlarda, intervyu berayotgan odamlar, mana shu insonlar 20% dan past, kerak bo'lsa 13% ga tushirgan insonlar ham bo'ldi intervyularimizda. Shular qilgan desak, sizlar nima desam bo'ladi? Bu yo'q odamlar deb aytishadi-da. O'zbeklarga siz bor odamsiz, o'zbeksiz, to'g'rimi? O'zbekchada gapiryaptilar. AI emasda, artificial intelligence emas. Okay, for my last question, after everything you have experienced so far, would you recommend WeMasterTrade to other traders? Bas, haqiqiy inson. Keling endi WeMasterTrade, ya'ni bizning kompaniya bilan tajribangizga ozgincha to'xtalib o'tsak, platforma bo'yicha umumiy tajribangiz, hali ham o'z fikringizda qolasizmi? Ya'ni WeMasterTrade'ni boshqalarga tavsiya qilasizmi? Конечно, juda ham zo'r pro firma. Bu safar aytgandim, bu safar ham juda ham u support zo'r. Juda biron qanaqa savol bo'lsa agar, o'zimizning community bor. Kichkina bo'lsa ham har qanday savolingizni yo'llashingiz mumkin. 24/7 podдержка bor. Juda ham bu qanaqa savollaringiz bo'lsa ham savolingizga javob olasiz. Va boshqa prop kompaniyalarda bunaqa emas. Siz email yo'llasiz, emailni business hoursni kutib o'tirasiz 48 soat. Jumaga tushib qolsa agar xudo xolasa seshanba, chorshanba javob keladi. Bu yerda bunaqa emas, juda ham tez. U experience tez oladi odam. Savolga javobni tez olib, o'sish tez bo'ladi deb o'ylayman. Thank you once again for your time and for sharing your journey with us today. We wish you all the best and continued success in your upcoming trades. Va so'nggi savolim, ya'ni javobni deyarli berib bo'ldingiz. WeMasterTrade'ni boshqa treyderlarga tavsiya qilasiz, to'g'rimi? Albatta, E'tiboringiz uchun rahmat. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun ham rahmat. Keyingi savdolaringizga omad. Rahmat akajon. Once again, we would like to extend our sincere thanks to Shoru for his invaluable support throughout this interview. This brings today's video to a close. So we hope this conversation has provided you with meaningful insights and a stronger sense of motivation for your trading journey. Thank you for watching until the end. Goodbye for now, and we look forward to seeing you again in the next video. Bye-bye. WeMasterTrade.